Bugün program balıkını unutup kaldı mı değil mi bu? Bundan bulmağımda. Emdi kep kala. Qanday ahvoling? Oy, qanday yaxshi aka? Yaxshi turdingmi? Salomatmi? Ha, niqabing yarış ketibdi-ku. Yarışibdimi? Yarışibdi. Senmi bir chaqchaq bari so'g'an keyin yarishdi aka. Qani kela. Ha, qanday ahvoling? Yaxshimi aka? Yaxshi turdingmi? Salomatmi? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi kela. O'tira. Ha, yarışibdimi? Esam cho'ngdadimizniki niqobi? Yarışibdi. Ha. Şu bu niqabni kiyib chiqqaning bek yaxshi bo'pti juma biga. Ha. Bu shu nechsam programmamiz taqaldi ba'zi bir to'rdoshlarning hamda ko'rmanlarning inkosiga. Endi mush nima uchun niqab taqab chiqdi? Deb endi bu bir hurmatsizlikmi, andaq-mandaq degandek bir ba'zi ashnaq bir taklif fikrlar bo'lib qolibdi-ku endi. Biz endi bu yerda bu ishni endi salbiy tarafdan emas, ijobiy tarafdan o'ylasak yaxshi deb qaraymiz. Shundoq. Endi bu niqab taqib chiqishning o'zi Şu bir türküm çaqchaqchilar hammasi degidek, yani şu çaqchaq peshvasi Yisam Qurban akaning yo'lda mang'uchilar. Shundoq. Basardir, varisdir. Unda bo'lgandan ba'zilar mush Yisam kamning to'rniga o'rnini bilib, nurg'unlar so'rinlarni men çaqchaqchi deb yurdiganlar bor. Lekin bizning ham bu çaqchaq sahnada degan programmamiz kelganlar asosiyatda mushu hammaylar e'tirof qilgan. Çaqchaqni o'zining yo'lda etmeyotgan, çaqchaq san'ati uchun haqiqiymiş bir kishilik to'kpisini qo'shayotgan odam. Shuning uchun ham sen bilan biz maslahatlashib, mush qarorni chiqargan bu men programmaning bir o'zgachiligi deb o'yladim aka. Sening ham bir ishga qizg'ipingni anglang. Bo'lib ham bu gap kelsa qarab ukam. Mushu çaqchaq san'ati uchun o'zining kuchini qo'shgan bo'libmi tabarik ustozlarning biri. Nurg'ulg'an shogirdlar deymiz, mushu Yisam cho'ngdadimizning izini bo'ylab mushu kunlarga ulishyotidi. Avlod isil chaqchaqchilar barliq kelyotidi. Shunga bugun mushu bizniki chaqchaq sahnada programmamizga bu peshqadamni har vaqt yod etib turmiz, eslaymiz. Endi niqobni kiyib chiqqanning o'zi bir hurmatini qilganlikning ifodasi deb o'ylayman-ku men. To'g'ri. Shundaqmi? Bizmi ham keng ko'rmanlarning samiga soldig'imiz niqob bilan sahnaga chiqish u hech qachon ustozlik qilgan hurmatsizlik emas. U balki ustozni yod etish va ustozning ana shu izda mengayotgan haqiqiy shu varislarni sahnaga chiqishni maqsad qilgan. Shuning uchun keng ko'rmanlarning to'g'ri tushunishini ham bizning programmamizni yaqindan texnik qo'llashini umid qilamiz. Unda bo'lsa programmamizni boshlab ketamiz. Aziz ko'rmanlar, ko'rayotganinglar 5 dan xoli mahsulotlar bilan iste'molchilar sog'lomligi to'kib qo'shib kelayotgan Al-Nuri shirkati tajdorligidagi Chaqchaq sahnada programmasi. Men program riyosatchisi Javdat Rabqat. Aziz ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Ko'rayotganinglar tasavvur madaniyat tarqatish shirkati ishlagan Chaqchaq sahnada programmasi. Men riyosatchi do'stinglar Arafat Akbar. Chaqchaq so'rindila emas, Chaqchaq sahnada. Nima bo'ldi sayyama xiyoldi-ku? Shundaq bir yaxshi bir sahnadan birini barpo qildik deb o'ylayman aka. Lekin ham bu sahnaga yana nurg'un kishilar chiqish kerakdi-ku. Biz bu sahnani sal keyinroq yasab qopdik. Qanday deysan? Mening bu sahnaga bizning vaqtsiz arilgan shu ustozlarim akagim kelgan. Afsus uning fursat yo'q-da. Shundaq. Qara Arpat, men sening hissiyotingni tushunib turibman qara. Aramızdan nurg'ulg'an san'atkorlar bizdan vaqtsiz arilgan bilan shularning izini bo'ylab kelayotgan, shularning davrdoshlari, shularning kasbdoshlari, shundaqli shularning shogirdlarini mushu sahnaga chaqirsak-ma, menimcha eng go'zal bo'ldi deb o'ylayman. Qanday qaraysan? To'g'ri aka. Ana shularning og'zidan biz shu ustozlarning burungi hikoyalarini anglasak, ular bilan hamdastxon bo'lganda kayfiyati bo'lamiz deb o'ylayman. Men shu mashtaqligini bilib, shundaqlama shu barliq bizningki mushu Chaqchaq sahnada programmasini ko'rayotgan barliq ko'rmanlarning huzuriga bo'libmi bizning esil san'atkor chaqchaqchi Tudaxun akaninki davrdoshlari, shundaqli shu Tudaxun akaning shogirdlari To'qistaron aydan Otaydan mushu programmaga keldi emasmi? Bek yaxshi o'tdi aka bu ish. Unda o'smishlarni ko'rishga bek taqozo olib ketib turibman. Shundaq bizlar emas, keng ko'rmanlarma shuningga haqiqatan taqozo bo'lyapti deb o'ylayman. To'g'ri. Unda olsa shu me'morlarni taklif qilamdim-ya. Ashna qilaylik. Chaqirib olaylik. Chaqiraylik. Bo'ldi. Ular kelgichmi xil vaqtlar ketami ya? O Jadovska, qandaroq biz kap bo'ldik? Qandaroq aka avvaling? Qandaroq avvalinglar, avvalinglar. Yaxshi turdingmi? Salomatmi aka? Kela. Qanday bu mening keldig'inimni bilib qoqlarni gap qo'yapsan? Shuni aka. Shunda o'xshaydi, qarasam. Qarasaq ham seni yangi so'qqanmisin deb urug'tiqalaringni qo'nchiq qilib qo'ydik.
Yaxshi deb gap qo'yapsizlar degan bilan. O'zingchi aka yaxshi kelib oldingmi? Yaxshi efkam, yaxshi. Yaxshi bo'lsam oldi aka. Bugun Zamon mana yaxshimi? yaxshi. Men abiyam sana gapini qilib bergan. Bizningki shu chaqchaqchi, shundaqli bizningki haqiqatan hurmatga sazovor san'atkorimiz Tudaxun akamizningki ham davrdishi, ham kasbdishi. To'qistaran aydiki bu akamiz Abdug'ini akamiz bo'ladi. Bu akamiz bo'libmi? Shu To'qistaran ayninki madaniyat san'at ishlari uchun o'zining kuchini qo'shib kelayotgan esil chaqchaqchi akamiz buni. G'inika, o'zing yolg'izlik keldingmi ya? Yo'q. Men mush Tudaxun ustoz shogird bo'lgandan keyin, narılgandan keyin men shogird yetishtirib qo'ydim uka. Ularni billab keldim. Bo'pti aka, yaxshi bo'pti. Unda bo'lsa shu me'morlarni ya G'inika bilan biz birdan paranglaşaylik. Unda ulay balkim shogirdlar bo'lgandiki, yoshlarni keldi, ular balkim ya chochlarini ottirib, ishdan-pishtanni qattirib degandek, u kagicha. G'inikamni yaxshi chaqirib oldik sahnimizga. Shundaq. O boy chiqmay bir qaqning gap bo'lib ketdi. Bu qanday bir gap deymanda endi bu. Endi shu G'inikamiz javob bersin. Endi to'laroq shu To'qsaran ayininki to'ylariga berib qolsak, shu G'inikamlar bilan shu temizda ancha chaqchaqlashimiz endi G'inikam shu o'zingning endi bu otmiras laqammi, yo'qmi chaqchaq yo'lda qo'yilib qolgan laqammi, o'zing chiqib qaqning gapini qilding endi. O'zi boshlanadi, so'rab qoldirmaylarim. Endi bu bo'lsa men o'zim tegim baqqal meniki. Shu kichik vaqtimda men dadam egishib shu janubdan elimish kelib baqqalchilik qilamiz. Shu jarayonda sorunlar borimiz, chaqchaq qilamiz. Bu balli bag'aqqa bir kuni g'inichilan, bir kuni g'ini anada bezib, bir kuni g'ini qaqilda beziblam. Shuning bilan bu shu o'zimniki kasbim o'zimga bir shunda bir laqam bo'lib qolgan. Laqam bo'lib qolibdi-gina. Shuni deya buni ag'anim hozir bu 35 yil bo'lib qoldi. Buning buning xil konrab qoldik. Shuningga menda qaq bir bilan ko'rsam, tinim yayraydi g'ayri shu. Shu. Aka endi men asosliqmi shu seni To'qsaran ayiniki chaqchaq sorunni ko'rib shu vaqtida bu G'inikam asosliq endi chaqchaq qildi-chu. Bo'libmi tilga haqiqatan boy. Men shu mezgillarda G'inikamningki chiqib shu sorunlarda ama nomini anglaganda, chunki haqiqatan shu san'atni suygan kishi uchun shundaq esil ustozlarni esiga ola oladi-chu. Ilqa endi az sondagi ba'zi bir qism hamda san'atkorlar bo'lsin, va bir ikki naqsh bilan bir ikki chaqchaq bilan chaqchaq cho'kadigan ish yo'q. Uzun musofani besish kerak. Bo'libmi? Mana men 10 yil bo'ldi chaqchaq sorun jugini. Bular bilan shu sorunlarda men bir qo'ramda yana tek bizga o pishib bular o'sha qoq oldiganqa. Endi shu pishishma. Aysim bo'lmaydi. Tadnim qilib pish bosqichida biz mana hozir G'inikam bilan qarmamsa o'zi mana qoqolab degandek bular yana mushtaqli yana bir G'inikam yana bir 20-30 yil umr ko'rsa bu varin olib ketadi. Hozir bu qilyapti meni varinga. Hozir atganlik nashtiq meni yapyapti ko'proq. G'inika unda G'inika g'uljuda birisi laqam asos. Ikkinchisi ism qisqartishda zaten. To'liq ismini da o'taylik. To'liq. Abdug'ini emasmi? Familiyasi Mehmet. Abdug'ini Mehmetda. Endi shu To'qsaran aydlar G'ini-da. G'inika davrayli qamda. Qachonga sallashmaymiz davlatda. Xolmuratni xoli. Nurg'ulgan faoliyat so'rovlarida G'inika bilan endi chaqchaqlashib ketdik. Voy ukam uyga olmamsa, voy ketdingmi, tudingmi-da. Ma to'g'riliq mana bugun shu chaqchaq sakinda programmamizda G'inika bilan paranglashib baqsaq, endi G'inika sening mush chaqchaqqa qanday xo'p sen kirib qolding aka? Sen necha yil bo'ldi? Endi seninkini men kitobingni biz o'qiganchu. Abdurasul Seyit akamizniki qir oshmagan chaqchaqchilar deb maqolasi bor-da. Shunga endi sen mush chaqchaqqa qanday qadam qo'yib qolding? Tudaxun kamlar bilan sen balkim yeshingmi tanqi deyman, davrdosh ham kasbdosh bo'lib kelishing mumkin. Shu to'g'riliq mush keng ko'rmanlarga oz to'lib o'zing bir tushuncha berib o'tgan bo'lsang aka. Bo'ldi. Mening bilishimcha shu 17 yosh, 18 yosh mezgillarimniki shu vaqtlardaylik bu hozirgidek emas chaqchaqchilar. Bu vaqtlarda maxsus bir paschilar bo'ldigan chaqchaqchilarning. Maxsus bir pas chiqarib berdigan, bir sojninga keltirib uradigan. Bu shundaq bir davrlarda bu. Shu mezgillarda men o'zim shuningga bir xil qiziqish bo'lib qoldi-da. Qiziqish bo'lgandan keyin to'ylarga boramiz, maslahat joylarga boramiz. O vaqtlarda biz kichik o to'y qilganlar cho'ng, shundaq bir akamizniki bir maslahatchiga berib,
Bizden bir hoşuna akımız diyor. Aşınan mesleğçiydi. Aşındak bir pasçıları bilen, çakçakçıları bilen, ayına bir değişip kaldık bula bilen de. Değişip kalıp sen kasam hem sen olanın bir alkışı giriş vaatı be özem. Toktap tire. Bu pasçını koyup özem derlan ol çıkayı bu kocağa. Şunun olan 18 yaş mezgilimde bu çakçak kutsa kirgen ben. Bir yıl bana 50 kişi kırdık mı da yatqa vaxtıda. Bunun xili yıllar olup ketdi. Daha onun ağinimiz ulan bolsa, onun ulan mı şu nurgun sorullan oynagan, ana dikin özümüzün nayidiki, nayimizdiki muşundaq әмәни мәдениет мында фаалиятларга активлык белән катнашып, өзебезнең йортыныңки мушу бошлыкны толдырып килеп атабыз. Әмді бу агынымыздан вакытсыз арылган болсакмы, та азыргыча калбимизде мәңгү хаят. Шундак. Бу агынымыз болган болса, маны бүгүн күнләрдә муш соруларда билле отаган болсак, тегим гүлнең төбе гүлүган булат. Бирок та уныңдан вакытсыз арылып калдык. Өкүнүбүз, унун гамалы жок. Әмма бу агынымныңки Muş yolunu men texime kadarlap tamuş gün kilovatımız. Rahmet aka, rahmet. Endi muş g'inikam hozir deb qoldi-chu. Bo'lsa biz chaqchaq sakin doğgan deken g'inikamniki bir isil bir paranglarni tanishaymiz. G'inikam muş tudaqimkam bilan bo'lgan bir qiziqishdim, bir ishkini bir deb bergan bo'lsa bo'ladi. Deb bergan bo'lsang bir ishkini aka, ha? Bo'ldi. Bo'ldi. Bu ağinimiz bir kere bir tavuzluk oğurluk kırıptı bu. Vay adaş, muşundan ben bir ballanın keyini kırıp bir tavuzluk oğurluk kırdım. Tutağının öğlenmegen yaş mezgilleri. Bularının hemmesi aldığımda ömülep gitip vardım, ben ömülep gitip varım deydi. Bir vaxtı bir kozuvay tavuzunu tutup üzeydip tutsam, keynimdekileri qiç poptu. Kapitallam ilgisi şüp kelip öttük deydi. Ben bunu köymeye ömülep gitip baş kozuvay julaydip tutsam, tepemgili kep kaldı deydi. Bir pilekni tutup beşimni içi tıkıp turup aldım deydi. Turup alsam tavuzunu pok urup, yampışımı pok urup, ketdi adaş, bək qoqap kettim deydi. O nimacıla qoqsaya var deyişken qoq. Sen gini qaq, sen bolsan qanda qılattın deydi. Çaqmaq sepa qattım ben. Güzel, çok güzel çıkarttım deydi. Mavo, Taqdı sayat ornaşqa vaqtida bu. Bir ay özüm olsun bu jıq pul xərcləb şu vaqtdan pulğa. Uzun yılın aldı aşqan bu. Aşında şunda yaxşı qılıb açdı bu. Geçip biz qısıq kelgan vaqtida bu faqatlan pul xərcləgan olmadı. Şunun bilan o bu didoqaya bu sen neçə yüz olsun pul xərcləb aşqan deken, bağa adam tapanmaydı ki bir viviskidən birini oşab esib qoyayaga. Desək viviski oşaydığa görübsə 1000 so'm depdi. Şunun bilan kayına qarab ketib bardı. Bu ne buldun? Bana da kayının gelsen, bu düzem amalını kılım dedi. Eğer çıksak bir karga işittindim biz ispat. İşittindim bir ispat. 11 markalı. Ben ne mukhanam bolsam, gene kalkma işittindim Şinjan tonuydu benim. Daha karabdı. Eylen bir o kızık yaptırıvattı, kızıkçılık yaptırıvattı. Biz tuz masasında sorun tanımaydı diye bağınımız. O ma sorun, meyel çakçak kılımız demeydi. Köç koyda kanday ya olsa, meyle kim bile yolukuştan katili nazar açtığını bir küldürüyü tutman attı bu. Baştağıdan gelip köme ağını kepti. Köme ağını gelip pişballığa, köme ağını açı edipti ki 50 kilosu edipti. 300 koyluk tatı, dese abalım bir akın olmalı ki, mandal tatmay, dami veremdim, komi veremdim demek çıkandı bu bala. Kanday yerdim verme tutan kat, karı yerdim veredi. Köyümden karı yerdim veredi. Hey, bulupma şu hazır tudaqınkamnınki gepini dep ötüp ketip qaldık. Men ettigen bolgan bir işin dep birey. Bir inimiz mağa şu ötkende men azraq bir faaliyet iş bilen iş kirdi op qaldım. Şu vaqtda telefon qıptı, telefon qılıp aka dedi nima desem, men başta özemning tazmış közüm taz kömeydi dedi. Men özem ama dedi. Mağa başta bir işlan tepegen bolsang aka dedi. Nima iş qılatdı dep başta desem, men bolsa bu oşxallaga açtaq toxu yetkizbegen bolsam, açta bir soyup ayalım saq dedi. Özem kömeyme dedi. Şu açta biz jonzlap açta pak qızıp yetkizbegen bolsaq dedi. Voy boldu men unda bolsa qılcıq bagan seni bilen körüşey dedim. Rast bu atqa işte bu. Telefon numarangni men kirgizib olay qarafkam. Sen ündidarыңны bir nim qılay, qitib olaylıqa ündidar bir nim qılaylıq deb başlasam, okama ündidar oynamadым deb başladıydı bu. Voy nim degen o ündidar oynamadыңmı deb başladı. Sen şunun koy aka hazır ündidar oynasang qızlar yamançıqqa ko'zim içil ketemikin dedi.
Mana aşu bulupma küldürüp etdi-de. Hazır mana baş Tudağın kamlarının mangan tuğa işleri. Men abim aşı balının gibini oylap külemende önditar oynasam gözüm içip ketem degen. Vay küldürüp. Cevdetka. Vay. Abdurganikam şagirdlerimle hep geldim devat attı. Tek kırpılanmaydı o. Keldim mi ya? Belkim az qağa bılışı mümkün emdi. Saklayımız ya keldi ulan uzun tumaydı de. Acep test tapdım ben mişe şu okşumam da. Mişe şu okşumam da. Oy. Qanday ahvolda? Bu kim bo'lib ketdi? Men muhmudum. Az ko'rmanlar, ko'rayotganinglar 5 dan xoli mahsulotlari bilan iste'molchilar sog'lomligi to'kib qo'shib kelayotgan Elnuri şirkati tajidorligidagi Chaqchaq sahnida programmasi. Ko'rayotganinglar tasavvur madaniyat tarqitish shirkati ishlagan Chaqchaq sahnida programmasi. Chaqchaq so'rindila emas, Chaqchaq sahnida. Bu qanaqa qavolang, yaxshimi? Va kela. Yaxshimi? Ya, genika adamni tashab qilib, qaqva ketsa, adam bilan qaring yo'q nima kelsa. Hep ilvasanmam biz nima uruqchangni o'sim chiqib berav qo'ydi. Ya. G'inika bir taldan kelganinglar qarg'anda choni bilan kelmaysizlar. Chonni biz qilib ishni kutib bu dema. Ha, qanaqa optishkor o'zing yaxshimi? Uychi yaxshimi? Yaxshi. Ha, yaxshi o'rlashtiribsizlar bu sakinda. Esil shu. Ha, sizlardek, bizdek ustoz bo'lib bo'lma G'inikamdek ustozlarga, bizdek shogirdlarga sizlar uchun hozirlagan sahna emasmi bu? Rahmat. Erkin ozod o'tirib, esil paranglarimizni qilishimiz emasmi bugun? To'g'ri. Bu chaqchaq deganni masjid joylarda qilaverman, mashtaq sahnlarda desak-mi bo'ladi-ku? Ha, magib barak yo'q, texin barak iniq chiqadi-ku. To'g'ri. Mandayada desang, haqiqatan pishsanda chaqchaq so'rin desang, G'inikamda qoqulab ketsa. Qaltiq yo'q buni. Sen ağa örümüsü ungu yetmeydi çok. Ya un verirdik kendisi. Dilek kalmayıcılar. Untamak yeyme, sana şu 3 vaqt qaq yemaymiz. Nanның o'zigim qaqchachidigan. Mana bu mashtaq emasmi bular mana shu bir-biri bilan talishib, ko'rmanlar bularni ko'rib da bizni ko'rib shular ustozlarga yenib deb akilgini deymizda. To'g'ri. Bugun G'inikamga qattiqroq yan olib tushkurlar mashinaga eslib ketdi. Chunki mush ustoz akamiz bir umr shakirmaydi bular. Voy, bu o'qimaydi ketdi. Bu o'qimadi ke. Bilobga kirmaganga. 5 gram boğaç kıynak geldi koymayın. Yürütümüz şu yerlik emez bu. Yaxshi dadash bo'lsak. Hey, yana bir az mehmon batdi. Ko'p bilan bo'lib ket, mehmonni unutib ketmaylik. Birdan kirib O yanı bir çanı tutuyor o. Yana bir çandiki otlattı. Yanı bir çanı tutuyor o. O şu quruq yegi chiqib bilib manga otam tutuyor o. Balkim shunda bo'lgan bo'lishi mumkin. Mashkime chaqchaq qildigan bilib, u chana qaraydigan bo'lgan. U mehmonni chaqiriblar, xotirjamni o'tamam doq. Avalinglar. O, qanaqa qavoling? Yaxshi to'dim, salomatmi? Kela. Qanday endi? Yaxshi to'dingmi? Kela. Yo'q, yo'qolib ketdinglar-ku. Ya men da kesib ketdim. Chiqib past qaqrab o'tamagansan. Yo'q, bu qoqtidan sirab men xil oldi yo'qolib ketgani keyin sen yo'q eding. Ya men shu ansirab. Sen davatma G'inika ya bular birat daldan berganmiz, shumab talar qiqaqa. Bizga berdigan shu smoq shumab tugitib. Ansirab keldik, pochilab tugitib o'tmisin. Biz top sattimiz deb ikirganimiz. Uruqchisining tish bo'yni qisib oldiganlar. Şagitlar. Kimsa oldu mal qarorukni qiqidigina so'q keldi demga. Bu shogirdlar qara, ko'dingmi aka qiqingni yap, meg'izingni yap, cho'ng o'ylab sana yeniyotganini qara. Yana qaqta o'tib. Ana dikin top satımız hep şeylerge kirib. Omuz o'zi yeb xatlarga yedi. Hem şeye kirib yüzdensin dedik, eğer jildi bir qurtongni ilg'ab yamaz yerikent qaqadi. Sen mende yıkırak emasmi? Seni meğer yaxshi pidep yebite taqib. Seyitdim baqiraydigan qaq kelsa jumasida. Bular kirgichi bir-biri bilan deyishib sho'mish, bozor ichiga kirganda bular chechilib olibdi-kanda. Javda zerikmaymiz emasmi? Ha. G'anikam ancha-muncha bir yerlarda paranglashib o'tirib qolsak, bu akamdan qiziq gaplarni anglaymiz deb shig'i tegib. Shundoq. Ani deb, man deb qiziq gaplarni anglab. Shundan bilan bu ustam ancha-muncha chaqchaqlarni qilib qo'ydi. Acımı kamçılap durma. Ha, to'g'ri. Eliqi
Pichaqlama bilgan sir ishlik bo'lgandek. Bu ustoz chaqchaqchilardan qanchalik ta'lim olsang, qanchalik masalaning gapiga gap qaytirib, teximbarak pishsankanda, bu G'anikam bilan biz ham to'qisrada nurg'un so'rovlarda birga bo'lamiz. Ham bir yilda bunday qancha 50-60 masalalarda birga bo'lib qolamiz. Ham o'zininki ijodkan sayat o'rinlari va asosiyatdan masala shu yerda bo'ladi. Hem de şu vaqtlarda bir sorunda o'tgan kim bu odamga chaqchaq qilamiz. Bu odam bizni ochidi. Hem de bu odam ba'zi vaqtlarda unimay turib oldi. U mening bolalarimdek bolalar ekan. So'rovlarga men kirsam toz yaxshi bo'lmaydi ekan. Men sal cho'ngib qolgan ekan. Voy ustoz, ham siz past turib bo'lsa-mu, Ayşe bizni aşımısınız olmaydı. Tüpüge çıkıvasak da onşap gitti daha. Biz baş pelenpeyden çıkamayla onşap da diyalog seyretimiz. Ayşe birbirimizle yetişip hem de bizge bir ilham boladı iken de bu adamın kesek bizden nurgun sorunu kögen, nurgun işler işini ötken, nurgun kızıkçılık hava abim Tudakun Kam'ın gibi bizden değiştik. Şu Tudakun Kam bilen boğan biz anlamagan işlerini, biz köymegen işlerini bizge yumur sıkıp dep burada anında biz bir xil ilham elep, texin berek çaq ilhamımızın texin berek taraq kıldıra alayımız kende. Şunu bu adamdan biz zaten günde bir telefonlaşıp sorun bulmaya kalsa, hep de bir orlaştırış kılışıp, oturuşup, paranlaşıp meşedemden təlimini, asasiyatını ilip gidip attınız. Onda olsa, yaxşı, Erpat, bu 2 yaş çaqçaqçını belkim sen Ündidar Salullah arqılıq köygen bolışın mümkün. Bu yaq Abdüşkör oludu, Özaş Toqsara Naidin, bu yaq Necat, bu yaq Maş Toqsara Naidin. Bulam hem eşeninki iğizdi gipi var. 30 oğulunki toylarını qızdıp ketip bağan. Bulam isil çaqçaqçılarımız bula. Bugün maş ekran yüzü arqılıq dostlar bilan mana yüz görüştürüp G'nika men ip kepti bu shogirdlarimni ip keldim deb. Abdug'anikam yaxshi shogirdlarni bilib ip kepti. Başlamış Abdüşkürkamning shu chaqchaq hayot to'g'riliq ancha-muncha bir uchur egallab baqqanmiz. Bo'ldi, endi Abdüşkürkam balkim mush chaqchaq qilish to'g'riliq bir ta'sir ko'rsatgan bir ishlar bo'lishi mumkin. Shu Abdüşkür debpagin ag'inam. Bo'ldi, endi meningki bu endi bu chaqchaq yo'liga kirib qolishimizga birinchi sabab endi mening oilamma dadam bir dehqon ziyoli adam. Kitobni bakcha o'qiydi. Aqllarim, kichik dadalarim nayt qiziq gap qiladi. Dadamning nasimcha buvam mashta qiziq gap qiladi. Shu hamda ash oilada cho'ng'lab, ashlarni bir jo'z o'tganki vaqtlarda hamma aqllarim uyda, shu dadamlardan bizning uyda asosiyatdan qiziqli gap bo'ladi. Bir jo'z o'tsaq, kulib, mashhadalarim yo aqllarim hammasi shunda kulkili gaplarni qiladi. Külüyü versek bir gün adam açıklap mı talağım çıkıyor etken ne maç ola tolu külüsle. Açta kızık yapılan kız uttasa kopsa kızık yapılan kızın keyin yaş çoğun bulduk. Soruları kırdık. Şu akıllarımın tesirde sorular kırgendikken onun Ustaz Çaqçaqçı'nın G'anikam, Tudakun Kamlarda yüz görüştük. Bunun anlap degen keyin çoğun olgandikken biz meseleler berip sorular verip bulağı da yüz görüşüp bularning bir qiziqchiligi texin barak oylik qiziqchiligidan birlashib bizni shunday payz bir tavlab xalqning ko'ngliga bir huzur bergidek bir chaqchaq chiqib tarbiyaladi. Bu chaqchaq hayotimiz ashtinchilik meniki mamda. Men chaqchaq qilayotganga mana 10 necha yil bo'lib qolibdi. Shunday. Mashg'ulchilarga kirib nurg'un so'rovlarni o'ynadik hozirmi. Bazı sorular teklif bilen kirimiz, bazı sorular to'qisraning mi o'zisidan chiqib olmoq pek tez. Bu yerda nurg'un to'y to'killar bo'ladi ham noposimi jiqraq yavmi. Shuning ashyadan ham ba'zi vaqtda ishin bo'lolmaymiz. Shu yurtninki kulkisini kulki bo'lib, xo'shallik etib o'ynab ketib boramiz. Voy rahmat. Unda o'smish Abdüşkürkam o'zining balkim laqimi bormi? Laqimi bormi? Laqam maqdek bo'lmadi. Bu chaqchaqchilikda 18 yildan oshqandiki laqam qo'ydi. Mening arzuyim ustoz biz 80lar kirib bu yoqqa qo'yib qolsa mashadamning laqamini o'zim go'x o'qimman. Kim odi shukr qaqtaygan ama. Bizdagi mening o'ylashimda muqim bir chaqchaqchi bo'lsa, laqimishliqi cho'qim yinida bir laqimi bo'ladi deb o'ylayotganman-da. Bugun men tushundim deymizmi? Hozir Abdug'ani ustoz degandek, shu chaqchaqchilar ma'lum bir vaqt kelganida shunday tashqi omil ishki omillar sababidan yakimiz o'zining yurishtirish u bu sababdan qo'yilib qoldi ekanda. O'z topdi uni. O'z topdi. Kevdat shu yurib deb qolgan.
Javda shingirdamoqchi da. Ya bunisi olib shingirdavat men bugilmasha qo'yitamdiq. Buni dabiz qo'yib qo'yamdiq. Bunda yapken. Bunu mu qaraysan? Bunda deb endi programda laqam qo'ygan bo'lib ketmaydi. Sizga Laqam qo'yilgan program bo'lib ketdi. Yo, endi bu choqchoq sakinek kelib bo'lsin, bir laqam ekansan ne bo'ldi? To'g'ri. Ha. Uydagilar nima keldingiz siz demdeyse. Qashqaga berib ana kelgan Programma qatnashib nima keldimiz desa, men g'inikamdan moddiy bo'yim desa olib chiqir, men ozroq laqam ber dedi. Bo'lganlik laqam kelib, Yerlik laqam. Ketdi so'ng uni tiqib qo'ying deb. Vaqt bir şeyden ip getir, Ganikamnikin talashma. Böyle ketdilar. Menikiga ham desa, "Sen tishing o'tmas bo'lib ketdi" Kim bad dedi, javda shingirma dedi, javda. O'zimiz qo'ynog'ida tekos qo'nchonga deydi ku. Bir laqam degan, ha. Nerede izlab yursa deyman. Nerede izlab yursa adash u laqamni. Olib chiqir adash, bu yaxshi bir yumurlaringda bir tinishmamda. Hürmetli körmenler. Beşten xali mahsulotlar bilan iste'molchilar sog'lomligiga to'kib qo'shib kelayotgan Al Nuri shirkati tojdorligidagi Chaqchaq sahinde programmasining bu soni mushada oxirlashdi. Chaqchaq so'rindil emas, chaqchaq sahnada.